korxonalar yangi shug'ullar yaratish, aholini mablag' ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha bir qator masala belgilab berilgan. Bo'yicha maqsadlar tadbirkorlikni rivojlantirish uchun, ishsizlarni mablag' ta'minlash uchun mavjud tizimlar bo'yicha tushuntirish berib o'tmoqchiman. Prezidentimizda 2024 yil 7 sentyabrdagi 312 sonli qarorga asosan 100 milliongacha garovsiz kreditlarimiz mavjud. 300 milliongacha beriladi. Ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishga beriladi. Bu kreditlarimizda aslida 100 milliongacha garovsiz bo'lganda shartnoma asosida ko'chirish yo'li bilan ajratamiz. Tadbirkor ro'yxatdan o'tkazib mablag'i yo'q. Misol aylanma mablag'ga kerak bo'lishi mumkin yoki mahallada qanday misol Navoiy iqoma bo'lishi mumkin yoki bir tikuvchilik yoki savdo shoxobchasi sizga mablag' aylanmaga kerak bo'lsa 18 yilgacha beramiz. Ayollar uchun 20% dan beramiz, erkaklar uchun 22%. Korxona tashkil rahbari ayollikka belgilab, ayollar uchun 2% pasaytirilgan foiz stavkasi beriladi.